Hürmetli vatandaş, yukarı leksiyamızdan devamı. Bugün Çislağa 2021 yıl 3. ayının 28. günü. Devamı yukarı leksiyanın Şivitsiya'nın H&M şirketi Uyguristan'dan paxta setibelişten boykot qildi. Jungo bu şirketning Jungodagi mahsulotlarini boykot qildi. Davomida ta'minlash liniyasiga yetakchilik qilish huquqini talashish ko'rishi. Uyg'uriston paxtasi cheklashning mohiyati Jungoning ta'minlash liniyasini cheklashdan iborat. Muxbirning gapi. Bu odatdagi bir marketing harakati emas. Bu odatdagi bir markaning harakati emas. BCI tashkilotining iqtisodiy manfaati intayin zo'r. Uning kaynida paxta bilan ta'minlash va baho bekitish huquqi, o'lcham huquqini bekitishni egallash masalasi bor. Kiyim-kechak tijoratini mutaxassislari, tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. BCI ta'minlovchilar ittifoqi baho belgilash huquqini tizginlab turdi. H&M markasining Uyg'uriston paxtasini cheklashining kaynida Nek, Kop, Zara qatorliq markalar bor. Bularning kaynida yetakchilik qilguvchilar BCI tashkilotidir. Buning kaynida ta'minlashga yetakchilik qilish huquqini talashish hamda baho qo'yish huquqi va o'lcham belgilash huquqini talashish masalasi bor. BCI e'lon qilgan statistikada mundaq oshkorlandi. 2019 yılı paxta markalarına a'zo bo'lganlarning paxta ishlatish miqdori paxta ishlatish miqdori 300 milyon tonnadan oshdi. 300 milyon tonna paxta ishlatildi, uningdan oshdi. Yer shari bo'yicha paxta ishlatish miqdorining 10%'ni egalladi. BCI'nin ta'minlash miqdori butun yer shari ta'minlashining 30%'ni egalladi. BCI tashkilotining setibelish miqdori, ya'ni ta'minlash miqdori butun, ya'ni paxta bilan ta'minlash butun yer shari bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Paxtaning o'lchimini egallab turdi ve paxtaga baho qo'yish huquqini egallab turdi. Ko'rdingizmi, paxtaning o'lchimi, sifat o'lchimi bu bir. Ikkinchisi paxtaga baho qo'yish huquqi. Diqqat qiling bundoqlar vatandosh. Uyg'uriston paxtasini cheklash mohiyat jihatda Jungoning ta'minlash liniyasini rad qilishdan iborat. Jungoda ishlab chiqarilgan paxta butun yer shari paxta ishlab chiqarishining 22%'ni egallaydi. Uyg'uristonda ishlab chiqarilgan paxta Jungo mustamlika imperiyasida, ya'ni mustamlika imperiyasini men qo'shdim. Imperiyasida ishlab chiqarilgan paxtaning 80%'ni egallaydi. Diqqat qiling vatandoshlar. Baylıqqa diqqat qiling, bu emgakka diqqat qiling vatandosh. Jungoda ishlab chiqarilgan paxta, ishlab chiqarilgan paxta, yer shari paxta ishlab chiqarishining 22%'ni egallaydi. Uyg'uristonda ishlab chiqarilgan paxta, Jungoda paxta ishlab chiqarishining 80%'ni egallaydi. Vah. Nishon Uyg'uriston paxtasi emas.
Belki Cungo paxtısıdır deydi makali yazgıcı hatta. Cungo'nun toqumachılık sanatı ve təminləş liniyasıdır. Dünya kişilik hukuk için sözləvatıdır. Xitay bunu siyasiləşdirib, hazır Cungo'nun təminləş noktası davatıdır. Yakınki yıllardan beri Cungo toqumachılık sanatı uçqandek terakki kıldı. Dünya boyunca en çok toqumachılık devleti aylandı Cungo. Tüven bahalık desmaya, tüven bahalık emgek, Uygur'un emgeki, tüven bahalık desmaya. Xalqara bazarda şiddet bilen terakki kıldı. Şunun bilen nurgun devletler çekleme koyuşqa mecbur boldu. Şinhuaşa yezigilik muhbiri Dong Jingo, Lin Nözey, muhbir La Nazari jurnalida şundaq görsetdi. Amerika Qo'shma Shtatlar 2018-yili 4-ayda ve 9-ayda, 2019-yili 5-ayda ve 8-ayda baş qo'yish tovarlar, qatarda paxta mahsulotlardan baş elishqicha berip yetip 25%'dan baş qo'ydigan bo'ldi. Jungodan yetib kelayotgan paxta mahsulotlarga 2020-yili 7-ayning 1-kuni Amerika hükümeti Uyg'uriston ta'minlash savdo maslahat uqtirishi e'lon qilib, shirkatlar va ta'minlash liniyalarining kishilik huquqqa tajovuz qilgan organlar bilan munosabat qilishiga ogohlantirish berdi. Qaramoqqa Uyg'uriston paxtasini cheklash, amaliyotda baho qo'yish huquqini talashish masalasidir. Cheklashning kaynida Jungo paxta ishlab chiqarishning tez surati bilan taraqqiy qilayotganligidir.